Do'stlar, realniy qisqacha obzor bo'ladi. Bugun videoga bitta like bosinglar, sizlarga zo'r ma'lumot aytib o'taman. Kuni kecha menga telefon keldi. Onlayn vizitdan gaplashib, eshiklarni ko'rsatdim. Ancha oldin ko'rsatgandim, ammo kuni kecha emas. Kuni kecha уже dadam borishyapti aka, lokatsiya tashab bering deyishdi. U odam bilan onlayn vizitda gaplashib mahsulotlarni sotdik. Ushbu yukimiz Namangan shahriga chiqib ketyapti. Albatta, yana qisqacha bir yangilikchamiz, xabarchamiz bizni. Ushbu xabar hali hechtim emas, bundan ham zo'rlar keladi xolos. Zakaz tushdi, qayerga desam Rossiyaga deyishdi. Ya hazillashmayman desam Rossiyaga. Rossiya zavod narxidan ham arzon ekan sizlarniki deb zakaz berishdi. Xudo xolasa ularga ham savdo qilsak, sizlarga qo'yib o'tamiz. Namangan shahriga, Namangan Kosonga ketyapti.